Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa, Qurultay İcraiya Komitetinin rəisi Ömər Qanat, Qurultay bayonatçısı Dilshod Rashid, Qurultayının Gollandiya vəkili Cesur Lager şahidimiz Qalbinur Sıdıqlarını tərkib tapqan Qurultay heyətinin 25 sentyabr başlagan Yaponiya ziyarəti davam qılmaqda. Qurultay heyətinin bu qıtımqı Yaponiya ziyarəti Yaponiya mətbuatlarında keng dairədə orun aldı. Bugün, yəni 27 sentyabr etdigan Qurultay heyəti Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin muavin reisi Xalmat Rozaxon ve Cemiyet'nin program yetekçisi Savut Mehmet Efendilerinin hemralıqıda 1933 yılki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşta mühim rol oynagan milli inqilabçımız General Mahmud Muhit'nin Yaponia'da 1941 yılı vafat bolgan Aksi Musul Hacı Muhit'nin Tokyo'daki Tupraq Beşini ziyaret kılıp merhum ustazımızın ruhu için Fatiha okudu. Tupraq Beşidi istansımızdan məxsus ziyaretini qabul qılgan Dolqun Eysa efendim özünün yürek sözlerini izhar qılıp mundaq dedi. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, dünyanın hem yerindeki. Biz bugün bir yerden Japonya ziyaretimizin ikinci günüsü. Bizden 1933 Cumhuriyetimizin rehberlerinden Mahmud Muhit'inin aksi Musul Hacı Muhit'inin kabristanlığını ziyaret kıldık. Kabris Tokyo'da rahmetlik Musul Muhit'i rehberlerimiz 1877'de Turpan tuğulgan. 1941'de 8. ayda şu Tokyo'da vefat bolgan. 1933 Cumhuriyetimiz aldı məğlub bolgandan keyin Mahmud Muhit'i, Musul Muhit'e oxşaş bir kısım rehberlerimiz Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni qayta tiklash uchun hareketlerini qilgan Yaponiya hükümetleri bilan ko'rishgan. Mujda bir tarix bor. Şulardan bir kısımları qaytqan. Mahmud Muhit'i Beijing'da Yapon urushda mag'lub bo'ldi degan xabarni anglagandan keyin vafot bo'lgan. Mengizki qancha shundaq deb deyildi hamda. Musul Muhit'i aksi Yaponiyada Şarkı Türkistan Muhacirlar Cemiyeti'nin başlığı bulup faaliyetini davamlaştırgan. 41. yıl mişadi vafat bo'lgan. Qabrisi Tokyo'da, kabristanlıkta. Bugün bir yerde biz bir heyet, Yaponiya Uyghur Cemiyeti, Dünya Uyghur Qurultayı'dan kelgan heyet bizning ziyaretimizden, ustazlarımızdan ro'yiga bir Fatiha okuş, dua qilish bilan ziyaretimizni başladık. Ustazlarımız nur içinde yazsın. Gerçi bu ustazımız bundan 75 yıl ilgili, 80 yıl ilgili vafat bo'lgan bo'lsa-mu, ama onun ruhi davamlaştırılatıdı. 80 yıldan keyin onun evlatları, biz nevreleri, çevreleri ziyaret qilib turibdimiz bir yerde. Demek bula ölüp ketken bo'lsa, ama bula kaldırıp ketken iz, bula yanılgan çırağını biz davamlaştırırız. İnşallah bu vatan muşlarının şu izleri bilen azat buludu, yürük erişimiz, ustazımız nur içinde yazsın, hatırcam yazsın. Biz bu köreşni adaqçı davamlaştırırız. 27 sentyabr günü Yaponiya hükümeti Yaponiyanın qasd uçrab vafat bolgan sobiq bosh vaziri Shinzo Abe üçün dövlətlik dəfni murasimi ötküzgen. Murasimga Amerikanın muavin prezidenti Kamala Harris'ni öz içiga algan köplеген dövlətlərinin rəhbərləri qatnaşqan idi. Yaponiya hükümeti dövlət murasimiga paralel halda parlament binasının yenidiki bir bağçada ammaq uçuq xatirlash faoliyati uyushtirdi. Merhum Musul Hacı Muhit'inin Tupraq Beşini ziyaret kılıp qaytqan Dolqun Eysa başçılıqdaki Qurultay heyeti sobiq bosh vazir Shinzo Abe üçün ammaq uçuq ötküzilgan xatirlash murasimiga qatnashib, uning abidasiga gül qo'ydi. Dolqun Eysa efendim bu münasebet bilen istansımız kılgan sözüde sobiq bosh vazir Shinzo Abe'nin Xitayning shuncha qattiq besimi ve tehditlerge pisand qilmay Uyg'urlarga egi chiqqanligini, Qurultay rahbarlari ve Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin mas'ullari bilen ko'p qatim uchrashish ilib berib, o'zining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini ochiqcha ifoda qilganligini, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishida muhim rol o'ynaganligini eslatib o'tish bilan birga, uning qasd uchrab vafot bo'lganligidan chet ellardagi Uyg'urlarning cheksiz azoblanganligini, Sharq Turkiston xalqining Uyg'ur do'sti Shinzo Abe'ni ebediyen sevgi ve hürmet ichida yod etadiganligini ifoda qildi. Uningdan boshqa Dolqun Eysa boshchiligidagi Qurultay heyeti bu qitimqi Yaponiya ziyarati munosabati bilan maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, Yaponiya hukumatini BDT'da haqiqiy va konkret harakat qo'llanib, BDT kishilik huquq komissariyati ishxonasining Uyg'urlar haqidagi doklatiga inkas bildirishga, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan dafsanchilikni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Chaqiriqda Yaponiya hukumatining Xitoyni javobgarlikka tortishi, Uyg'ur qurbonlarining adolatga erishishiga kapolatlik qilish uchun konkret tirishchanlik ko'rsatishi talab qilingan.
Chaqiriq degan Yaponiyaning Osiyo, Tinch okean rayonidagi kishilik huquq va demokratiyani olg'a surishda eng ta'sir kuchga ega bo'lgan bir davlat bo'lish sifatida bu qimmat qarshida ching turishi, jumladan Xitoy hukumatiga qarshi ching turishi iltijo qilingan. Stansimizning keyingi qitimliq programmalarida Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'atining Yaponiyadagi faoliyatlari haqida yanada tafsiliy ma'lumot berishga tirishamiz. Amerika ve onun ittifaqdoşları 26 sentabr günü BDT Kişilik Hukuk Kengişida Uyg'urlar vaziyatini muzokara qilish to'g'risida bir taklif loyihasi sungan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, diplomatlar taklif loyihasini Amerikaning sunganligini, lekin uningga qo'shimcha Angliya, Kanada, Daniya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya, Shvetsiya qatorliq davlatlarning imzo qo'yganligi, imzo qo'ydigan davlatlarning yana ko'payish mumkinligini bildirgan. Bu davlatlar yana Ukrainaga qurolli hujum qilgan Rossiya ustida tekshirish ilib berish to'g'risida taklif loyihasi sungan. Fransiya agentligining xabarida BDT xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi bo'lgan ikki kuchli davlat ustidan birli vaqtda tekshirish ilib berishni talab qilishning ilgari misli ko'rilib boqmagan hodisa ekanligi bildirilgan. Xabarda aytilishicha, taklif loyihasi kelar hafta kishilik huquq kengashida ovoz qo'yildigan bo'lib, uningda Sharq Turkistondagi xo'rlash va dafsanchiliklarni kishilik huquq kengashining 2023 yilning boshlarida yig'inda muzokara qilish talab qilingan ekan. Bir diplomat Fransiya agentligiga qilgan so'zida bu taklifning nihoyat muhim ekanligini, chunki uning Xitoyning kishilik huquq kengashining kun tartibiga o'ltirg'izdiganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, BDT kishilik huquq kengashining 26 sentabr kunidagi umumiy yig'inida Angliyaning Jenevada turishliq bosh elchisi Simon Manley biz kishilik huquqning bundaq ig'ir va sistemlik dafsanni qilinishiga ko'z yummasligimiz kerak deb ko'rsatib, bu kengash sukut qilsa bo'lmaydi ham sukut qilmaslik shart degan. Fransiya agentligining bildirishicha, yig'inda Xitoy vakillar o'migining a'zosi, atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik xalq qurultayining mudiri Shavkat Imin Xitoyni aqlab, ba'zi g'arb davlatlarining Xinjiangni muqimsizlashtirish uchun kishilik huquqni vosita qilmoqchi bo'layotganligini ilgari surgan. Uning so'zini Pokiston bilan Afrikadagi Malavining vakili qo'llagan. BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik umumiy yig'ini 12 sentabr Jenevada boshlangan edi. Yig'in hozirma ham davom qilmoqda. Yig'inga qatnashayotgan dunyo davlatlarining vakillariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yana bir qatim eslatib o'tish va bu navbatlik yig'inda Uyg'urlar masalasining muhim kun tartiblarining biri qilinishini qo'lga keltirish uchun Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovudin, qurultayning bayonotchisi, qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunun, qurultay uchur tashviqot markazining muavin mudiri Iftixor Abdurashid, qurultayning Gollandiya vakili, lager shohidimiz Qalbinur Sidiqlardan tarkib topgan qurultay hay'ati Jenevada 13 sentabrdan 21 sentabrgacha bir yurish faoliyatlarini ilib borgan. 14 va 20 sentabr kunlari Jenevada orqa-orqadan ikki qatim cho'ng tipdagi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Buningga parallel holda 20 sentabr kuni BDT binosi oldidagi maydonda birlashma namoyish o'tkazilgan. Uningdan boshqa yana 19 sentabrdan 21 sentabrgacha qurultay tarafidan BDT binosi oldidagi maydonda Xinjiang soqchi hujjatlari va Xitoy hokimiyatining yuqumning oldini olishni bahona qilib, vatan ichidagi xalqimiz yurgizayotgan zulm siyosati asos mazmun qilingan maxsus rasm ko'rgazmasi ochilgan edi. Amerika Avam Palatası Uyghur Dostluk Grupusu'nun qo'sh raislaridan Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Christopher Simis bilan Demokratçı Avam Palata a'zosi Tom Swadzi BDT'ning Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan qo'rqinchli kishilik huquq dafsanchiligini tekshirishga chaqirish to'g'risida bir qaror loyihasi sungan. 23 sentabr sunilgan qaror loyihasida Amerika Tashqi ishlar ministri Amerikaning BDT va shundaqli Jenevadagi boshqa xalqaro tashkilotlarda turishliq doimiy vakillariga, Amerikaning kishilik huquq kengashida turishliq doimiy vakiliga 28 sentabrga qadar mumkin bo'lgan eng kuchli ravishda qaror ma'qullab, BDT kishilik huquq kengashining Uyg'urlar haqida tekshirish ilib berishiga kapolatlik qilish to'g'risida yo'l yo'riq berishga chaqirilgan. Qaror loyihasida Amerikaning BDT'da zarur bo'lgan diplomatik kanallarini ishiltib, bundaq bir qarorni elinish uchun kuch chiqarishi, kishilik huquq kengashining mustaqil tekshirish komiteti qurib, kishilik huquq oliy komissariyati ishxonasining dokladida qayd qilingan hodisalarni tekshirishiga kapolatlik qilish talab qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Avam Palata a'zosi Tom Swadzi mundaq degan: "Biz Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlar qilgan dahshatli muomalasini javobgarlikka tortishda davomli barliq amallarni ishga solishimiz kerak." Avam Palata a'zosi Simis BDT'ning yaqinda e'lon qilgan dokladida kommunist Xitoyning kishilik huquq ig'ir daxl tarz qilishda, eng bo'lmadi degandimi dunyo jamoatining nazarida insoniyat qarshi turish jinoyat sodir qilishda jinoyatchi ekanligini ko'rsatib berdi degan.
Ma'lum bo'lishicha, Avam palata a'zosi Semiz Tamsuadze bilan birlashib bu qaror loyihasini sunishdan 2 kun avval Oqsaroyning oldida ochliq e'lon qilgan Uyg'urlar bilan ko'rishgan. U, biz bu vahshiylik to'g'risida cho'qim kuchli so'zlashimiz va BDTda so'zimizni harakatga aylantirishimiz kerak degan edi. Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti, Kanada Sharq Turkiston jamiyati, Kanada Uyg'ur akademiyasi va Kanada Uyg'urlarni himoya qilish tashkiloti qatorliq tashkilotlar birlikda 26 sentabr kuni poytaxt Ottavadagi parlament binosi oldida birlashim namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Kanada hukumatidan BDT kishilik huquq oliy komissariyati ishxonasining Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladida qayd qilingan hodisalarni tekshirish kapolatlik qilishni, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qarta yanama unumli jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishni, Uyg'ur majburiy emgak chetishlik mahsulotlarining import qilinishiga qattiq cheklama qo'yishini, shundaqla Kanada Uyg'ur ko'chmanlarini yo'tkab kelish qadamini teziltishni talab qilgan. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi, Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh kotibi To'yg'un Abduali va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori, qurultay qonun komitetining mudiri Mehmet To'xta apandilarning istansimizga bildirishicha, shu kuni tushdan burun soat 11 da boshlanib, tushdan keyin soat 4 gacha jami 5 soat davom qilgan bu qitimqi namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini Kanadadagi har qaysi partiyalarga mansub 11 nafar parlament a'zosi qatnashib, o'zlarining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini bevosita ifoda qilgan va qilgan so'zlarida Kanada hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakat qo'llanishiga haydakchilik qildiganliklarini bildirishgan. Bu qitimqi namoyishga Kanadaning Toronto, Montreal, Edmonton, London qatorliq shaharlardan 150 nafarga yaqin Uyg'ur qarindishimiz kelib qatnashgan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sunduq. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.